Amerika Yahudi cho'ng qirg'inchiligi xotira muzeyi yangi bir doklad e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga bo'lgan zulmi oshirayotganligini o'tirib qo'ydi. Muzeyning irqiy qirg'inchiligining oldini olish markazining bayonotida Xitoy insoniyatga qarshi elib berilgan jinoiy qilmishlarni yoshirish uchun aktiv faoliyat elib berayotgan bo'lsa-mu, tilga ilingan qilmishlarning davomli kuchayotganligiga ishonishning muvofiq asosi borligi o'tirib qo'yilgan. Amerika cho'ng qirg'inchilik xotira muzeyi vijdon komitetining raisi Tom Xitoy hukumatining butun kuchi bilan Uyg'urlarga qaratilgan jinoyatlarni yoshirish uchun tirishayotganligini bayon qildi. Tayvan Xitoyning o'zini havo va dengiz orqali qamal qilish iqtidorini kuchaytirayotganligini bildirdi. Tayvan davlat mudofaa ministrligi tomonidan e'lon qilingan dokladda Xitoyning harbiy ishlarni zamonaviylashtirishni uzluksiz kuchaytirayotganligi va Tayvanga bo'lgan tahdidning ishlayotganligi o'tirib qo'yilgan. Xabar qilinishicha, Amerikada shamol va quyosh energiyasidan ishlab chiqarilgan tokning miqdori 10 yilda taxminan 4 hassa oshgan bo'lib, agar navbatdagi eshish sur'ati davomlashsa, Amerika 2035-yildagi nishoniga yetalaydi ekan. Egilanishicha, Xitoy Pokistonga eksport tarixidagi eng chong va eng ilg'or urush paraxoti sotgan. Xitoy xalq gazetining xabar qilishicha, bu paraxotni ishlab chiqargan davlat egiligidagi Chongjuan guruhi shirkati Shanxayda o'tkazilgan marosimdan keyin paraxotni Pokiston dengiz armiyasiga topshirib bergan. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov chet el kuchlari Rossiya bilan Qozog'iston o'rtasidagi munosabatni buzmoqchi bo'layotdi dedi. Lavrov Rossiyskaya gazetida e'lon qilingan Rossiya va Qozog'iston chegarasiz hamkorlik nomli maqolada Qozog'istondagi rus tilida so'zlashadigan ommaga qaratilgan millatchilik harakatiga inkos qaytargan. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump 2022-yil 11-oydagi parlamentning o'rta mazgillik saylamidan keyin o'zining 2024-yildagi prezident saylamiga qayta qatnashadigan yoki qatnashmaydiganligini e'lon qiladiganligini aytdi. Egilanishicha, u o'zining prezident saylamiga qatnashishni o'ylashayotganligini aytgan. Lekin buning cho'qim qatnashadiganligidan derak bermaydiganligini ta'kidlab, nurg'un kishilar yanada mening qarorimni saqlayotdi degan. Yevropa ittifoqi Polsha Belorussiya chegarasiga ko'chmanlar kirishdan keyin Belorussiya amaldorlarining viza imtiyozini vaqtincha to'xtatadiganligini e'lon qildi. Yevropa ittifoqi kengashi bayonotida bu qarorning Belorussiya hokimiyati qo'zg'agan hujumga qaytarilgan inkos ekanligini bildirdi.